2026-yil 18-aprel sanasiga Xudo xolasa o'zimizni quvada Svitariani gilosi o'ralab shu holatga kelib qoldi do'stlar. Mana bog'imiz yoshi 3 yashar. 4-yilga o'tyapti. Keyingi yildan Xudo xolasa yaxshi hosil oladi. Bu yil ham yomon emasmi yoshiga nisbatan. Xolasa do'stlar, Svitariani ko'chatlarini xuddi shu daraxtlardan olib ko'paytirib qo'yganmiz. Kuz oyiga bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Zakaslarni hozirdan olishni boshladik. Tagi achchiq gilosga ham, cheremuhaga ham payvand bo'lganlari bor. Hozirdan telefon qilib buyurtma berishlari mumkin. Mana do'stlar, holati qo'shmag'i yo'q. Bir dona ham qo'shmag'i yo'q akalar. Bandi kalta bo'ladi. Mana. Lekin kalibri yirik. Mana bir dona qo'shmag'i bor ekan. Xohlasa do'stlar, eng ishonchli ko'chatlarni xarid qilaman desalaring, bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Bog'imizning holati 4 ga 3, 5 ga 3 sxemada ekilgan. Chiroyli holatda turibdi giloslarimiz. Mana akalar. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Mehnatlarga bittadan like bosib, kommentariyada fikrlaringizni bildirib qo'yasizlar. Rahmat hammalariga.